Salondan Cherry olasizmi, Cobalt olasizmi, Havola olasizmi? Bunga eng birinchi o'rinda kerak bo'ladigan xizmat albatta propan qo'yish kerak bo'ladi. Chunki nimaga bunaqa deyapman? Videoni oxirigacha ko'rib turing. Biz sizga buni to'liq batafsil video davomida aytib o'tamiz. Propanni plyusga keladigan bo'lsak, Actam 95 va 95 dan yuqori suyuq gaz bo'lganini hisobiga motorga ideal ravishda tushadi. Xo'p, agarda siz benzinda yuraveraman degan bo'lsangiz, viloyatdan viloyatga chiqqaningizda hamma joyda benzin har xil, o'shani hisobiga ili hamma ham birdaniga 95 yoki 95 dan yuqori benzin quyib yurishga cho'ntagi ko'tarmaydi. Shuning uchun bunga eng optimal yechim baribir 95 ta kuchini beradigan propan bo'ladi. Faqatgina siz tanlovni to'g'ri qilishingiz kerak. Ustanovkani ideal qilib, ustanovka qilsangiz shu holatda ideal yuradi. Biz qaytarib o'tamiz. Siz eng qimmat zapchasini bilan qo'ymaysizmi? Agarda ustani tanlovini to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, ustanovkani ideal qilib, zavodskiy izolyatorlar bilan ishlamaydigan, original xomutlar bilan qo'ymaydigan bo'lsangiz, mashinangiz hech qachon yaxshi yurmaydi. Aytaylik, bu yangilangan Cherry 7 Tigo Pro avtomobilimiz 47 talik balon bilan o'rtacha 400 km yurib o'tishi mumkin, ya'ni 240 ming so'm pulga. Endi benzinda shu kilometraj yuraman deydigan bo'lsangiz, kamida 350 ming, 400 ming xarajat qilish kerak. Shuning uchun eng birinchi o'rinda propanni qo'ying. Zo'r yuradi. Faqatgina siz mana shu ustanovkalarimizni, bizda video obzorlarimiz butunlay hammasini ko'rib chiqing, hammasini farqini ko'rsatganmiz. Ya'ni bizga kelgan vaqtingizda mana zapchas mana bu joydagi, bu buyog'dagi deb qo'lingizga ushlab ko'rsatamiz zapchasni. Ya'ni yolg'on umuman yo'q. Kimgadir shunaqa ishonchli va sifatli va xizmatlar kerak bo'lsa, Sirdaryo metangiz doim sizlarga yaxshi taklif qiladi. Bu tomonda ham bitta Cobalt avtomobilimizga ustanovka jarayoni ketmoqda. Bu videoni barcha propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lgan va salondan yangi mashina olganlarga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha, ko'pchilik aytadi, ya'ni salonda yangi oldim, sraz qo'ysa bo'ladimi? Da, agarda propan qo'yadigan bo'lsangiz, sraz qo'ysangiz bo'ladi, hech qanaqa muammo qilmaydi. O'zimizga kelinglar, sifatli qilib ishlarini bitkazib beramiz. Sirdaryo metangiz 24/7.